Sawadika. Assalomu alaykum. Hurmatli podpischiklarim. Ko'plarni talablariga binoan shunaqa video lavhachalar tashlab turing deyishgan. Talantligim uchun sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Chiroyligina. सीधे ऐसे अल्लाह के काम Xil millatlar bor burada. Ayniqsa menga anaqa o'tiradigan romantik messechalar yoqadi. Romantichniy messechalar yoqadi. Даже qarang, oddiy taxtalardan shunaqa kechqurun yonsa go'yoki bir skaskaga tushib qolganday bo'lasizda. Bochkani nasdan qilishgan. Juda chiroyli. Bochkalardan 500 litrli bochkalardan qilishgan. Stol stullar. Bu karischalarni kallalari yaxshi ishlaydi. Sarg'ayib ketgan gullari ham bularga chiroyli ko'rinadi. Nimaga bizani O'zbekistonda shunaqa gullarni qo'ysak, chang bosib, bilmadim, bir g'alati ko'rinadi. Chiroyli. Faqat yurishga, chiqishga men bu yerga qiynalyapman. Tepaliga food drinks otel bu menimcha. Voy. Qarang, qanaqa chiroyli. Chunki bularda juda oftob, yozin qishin, yozin qishin deyapman. Qish yo'q bularda. Mana qaranglar. Qish yo'qligini hisobiga bularda o'simliklar ko'p o'smaydi. Shunaqa tropitskiy o'simliklar. Lekin bilmadim qanaqa qayerdan topishadi. Tuvaklarda xuddi daraxtday mana rasteniya o'sganday.